Joriy yilning 12-aprel kuni Sirdaryo viloyati Sirdaryo tumani Ilg'or mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan Sirdaryo agrotexnologiyalar texnikumida ochiq eshiklar kuni bo'lib o'tdi. Tumanimiz va qo'shni viloyatlardan kelgan yoshlar ushbu ta'lim maskanida qaysi yo'nalishlarda o'qish borligi hamda imkoniyatlari bilan tanishishdi. Ta'lim maskani shart-sharoitlari bilan yaqindan tanishib, o'qish istagi borligini bildirishdi. Ushbu tadbirga kelgan mehmonlari yana qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash fakultetidan texnika fanlari falsafa doktori Ashurov Nurali Abdujalilovich, energetika fakulteti dekan o'rinbosari Buxorov Ismoil, ekologiya va huquq fakultetidan ekologiya va suv resurslarini boshqarish kafedrasi mudiri, texnika fanlari falsafa doktori Hamidov Avazbek Odilovich ham ishtirok etishdi va o'z takliflarini bildirishda kelgusi ishlariga omad va zafarlar tilashdi. Eng yaxshi sarmoya bilim olishga tikilgan sarmoyadir.